Quvvat kam. Ketishim kerak. Nima? Quvvatim 1% qoldi. Axir uchrashuvdamiz. Pofik. Plyus so'ramasa, plyus yo'qol. Plyus o'tni ushla. Plyus seni onang. Quvvatingga qara. To'xta-chi. Nima? Bu qanaqasiga? Sen nimalar qilding? Hamma favqulodda vaziyat. Menda 0% quvvat qoldi. Tinchlan, bro. Bu odatiy holat. Rostdanmi? Albatta, sen uzoq vaqt xavfsizlikdasan. Hatto quvvating ham teskariga qarab ketmayapti. -1. Xatsker. Hazillashdim, teskari quvvat mavjud emas. U teskari. Aminmisan? Aminman. U teskari. Rostdanmi? Teskari. Ha, men buni teskari ekanligiga aminman. Sen meni chalg'ityapsan. Nimaga? Hamma do'stlarim tashlab ketishyapti. -10,000 quvvat. Xavfsiz joyga ko'ching. O yo'q, Reddit'dan yordam so'rash vaqti keldi. Yordam. Telefonimda -10,000% quvvat bor. Iltimos, menga yordam bering. Bunday bo'lishi mumkin emas. Seni onang bo'lish mumkin emas. Plyus yo'qol. Plyus sen yolg'izsan. To'g'risini aytsam, men uylanganman. Isbotla. Ajoyib urinish. Bu mening onam. Shoshma. Dada,